haddidan oshganlarni joyiga o'tkazib qo'yishni eng zo'r yo'li shunchaki ularni bir tiyinga olmaslik. Ular siz orqangizdan g'iybat qilsa ham yoki o'zingizga baqir-chaqir qilib asabingizni buzmoqchi bo'lsa ham yoki sizga tegadigan har qanaqa xatti-harakat qilayotgan bo'lsa ham shunchaki bir tiyinga olmaslik. Ishoning, siz qancha ularga reaksiya ko'rsatmaganingiz sari, shunchaki xotirjam o'zingizni yo'lingizda davom etganingiz sari bu ularga eng oliy jazo. Chunki har qanday mana shunday siz bilan urushmoqchi bo'layotgan inson sizdan reaksiya ola olmasa, bu ishoning ularga juda katta og'ir bir yuk. Chunki sizlarning reaksiyalar orqali ular oziqlanishadi. Aynan siz reaksiya bermaslik orqali esa ularni o'z oziqlanishidan mosuvo qilasiz. Tabiiy, bu ularni juda jahlini chiqaradi. Sinab ko'ring.